Xo'sh, davay, tezroq bo'l. Nimaga mana bu soatda yurish qiyin bo'lib ketdi va bu kunlarda bor 2 haftadan beri kutmoqdaman. Davay, tezroq, davay qimilla. Xo'sh, yaxshi valla qo'yadi, mana dam olish vaqtim boshladi. Ana endi men 1 hafta maza qilib dam olaman. Ha, admin menga 1 hafta dam berdi. Yaxshi maza qilib. Ana endi boyki mana shu narsalar bo'laydi. Borib buni 1 oydan beri tayyorlab o'tiribman bu narsalarni. Mayli. Bu juda ham zo'r bo'ldi-da. Ishlarimni qilmayman, vobshe dam olaman-da bir maza qilib bir haqiqiy berlardek, haqiqiy boylardek dengizga borib maza qilib dam olaman. Albatta. Mana bu yerga qo'yaman, xo'p taksi qo'yib ketsam bo'ladi. Ana yerda taksi bor ekan. Qo'y, taksiz, bu yoqqa keling, sizga bir gapim bor. Tezroq keling-da, davay tezroq. Xo'p, yaxshi. Ana barchaga salom bolalar. Meni ismim Kompot va meni video roligimga xush kelibsizlar. Qisqasi obunachilar, men bu yerda kompyuterimdan umuman foydalana olmayapman. Sababi mer internet umuman to'g'rilagani yo'q. 2 haftadan beri umuman internet yo'q. Qanaqadir internet uzilganmi bilmadim. Shu sababdan juda ham qiynalyapman internetdan o'qilishga. Даже men bu notebookim ham foydasiz bo'lib qoldi. G'alati. Mer bilan bir gaplashishim kerak demoqchi edim. Tushunmadim. Bu yerda nima bo'lyapti ekan? Xo'sh. Hoy mer, siz qayerga ketyapsiz yoki qayerdan kelyapsiz? Mer, tushunmadim men sizga. Hoy mer, menga gapiring. Yaxshi bo'ldi. Shaharga ketsak ketibmiz-da, bo'ladimi? Sizdan bir 10 ta zumrat bo'ladi. Bo'ldi. Mer, qayerga ketyapsiz? Shahargami? Albatta. Men 1 haftalik dam olish oldim va men hozir shaharga maza qilib dam olaman. Tushunyapsanmi? Sani internetiga keladigan bo'lsa, internetni to'g'irlab beraman 1 haftadan keyin. Yo'q, mer, hozir to'g'irlab bering. Men sizga 3 kundan beri internetimni to'g'irlab bering deyapman. To'g'irlab beraman. Men hozir dam olish kunim. Dam olish paytim. Kapal bu yerda nima bo'lyapti? Mer ketyaptimi? Ha, mer ketayotgan ekan. 1 haftalik dam olishi bor ekan. Shu sababdan mer ketayotgan ekan. Albatta, men ketaman-da. Sen mendan nima xohlaysan? Bo'ldi, aloqa bo'ldi. Sen kutib tur 1 hafta, bo'ldi, men senga to'g'irlab beraman. Mer, unaqa qilmaydi. Men sizga 3 kundan beri yalinaman. Sen ko'p gapirma, bo'ldi. Men dam olish kunim, endi maza qilib dam olishim kerak. Qishloqlar maza qilib ishlamaydi. 1 hafta dam olasizlar qishloqlar. Ajoyib-ku, kapot, mer. Albatta, ajoyib bo'ladi. Mer, meni chemadonlar izlab olgansiz, hech bo'lmasa meni zumratimni berasizmi? Men ertaga to'lov qilish kuni dedi menga, bilasizmi? Sen ko'p merni ko'p gapirma. Mer ketaversa bo'ldi. Albatta, to'g'ri. Mer ketaversa, biz 1 hafta dam olamiz. Ko'ryapsanmi? Aytgancha, taksiz ketamizmi? Albatta, bo'ldi, ketdik tezroq. Bo'ldi. Demak, chemadonni olmay, bu zumratdan kelsa, meni uyimdan olib olasan zumratlaringni, tushundingmi? Mer, lekin yaxshi ish qilmayapsiz. Buni nimalar so'ygansiz, butun uyingizni ko'chiryapsizmi? Ko'p gapirma, men endi dengizga maza qilib dam olaman, tushunyapsanmi? Dengizga maza qilib, quyosh nurlarini ko'rib. Mer, boru sizga umuman dengiz umuman kerak emas. Meni olishingiz mumkin. Ketsangiz keting, mer, mayli 1 haftada tezroq keling, bo'lmasa men internetimni to'g'irlab bering. Yo, vobshe o'zim to'g'irlayman. Bo'ldi, davay, bo'pti. Qaroj, men sizlarni 1 hafta ko'rmayman. Qishloqlar xayr, sog' salomat bo'linglar. Chik baba, davay. Kapotsaga ham xayr. Ko'p jahl qilmang, kelganimdan keyin gaplashamiz. Tushundingmi? Hali qilayotgan ishlarimiz ko'p. Men hozir esa 1 haftalik dam olishimni qilaman. Xo'p, qishloqlar, mana mer ham ketyapti. Mer ketsa, biz maza qilib dam olamiz, tushunyapsanmi? Yo'q, qishloqlar, kelinglar, mana shu qishloqdagi ishlarni birgalikda qilamiz. Yo'q, birgalikda qilmaymiz. Tushunmaysizmi gapga? Ishdimi, biz maza qilib dam olamiz. Bunday qilmaymiz. Yo'q, qishloqlar, iltimos. Даже men hech bo'lmasa mana shu katta binodan mana shuni internet o'tkazsak bo'ladi, juda ham zo'r bo'ladi bilsanglar agar. Maza qilib hammamiz internet ishlatamiz. Bilasizlarmi? Bilasanmi nima? Kapot, ko'p gapiryapsan. Biz ketamiz, bo'ldi, o'zing ishingni qil. Qilmoqchi bo'lsak, biz dam olamiz. Bizga ham 1 haftalik dam beringlar. Qisqasi kapot, nima deysa, bo'pti. Bo'lsa ketdik bo'lmasa. Assalani. Obunachilar buni qaranglar, ketib qolganini bularni. Mayli ketib qolishsa, o'zim ishimni qilaman, lekin juda ham yaxshi ish qilishmadi bular. Mayli, nima ham derdim, bo'lmasa men o'zimni ishlarimni qilmoqchiman demoqchi edim. Nima? Qishloqqa nima qilding-sa? Men bu uyingni qanday portlab ketdi? Pechka portlab ketdimi, nima bo'ldi? Gapirishga til ojiz bor, juda ham yomon portladi. Nima portlab ketsa aytishing kerak-ku. Shoba juda ham yomon portladi, bunday portlaydi deb o'ylamagandim. Kapot, nima portlaganini ayt, hech bo'lmasa men bilay nima portlaganini. Tentni portlatdi, bum qilib portlab ketdi, tushunyapsanmi, Kapot? Sen tentini qanday qilib uyning ichiga portlatishing mumkin? Aqling joyidami sani? Sani bu ishing bo'lmasa, men xohlagan ishimni qilaman. Men ketgan va men tentini juda ham zo'r portlatib, Kapot, bilsang agar. Mayli, bilganingni qil agarda. Bo'ldi, boring.
Xo'p, mayli, lekin juda ham yaxshi ish qilmayapsan. Chunki qanday qilib men uyni ichiga men buni portlatishim mumkin emas. Senga hayrondaman. Bilganingni qil. Obunachilar juda ham g'alati bo'lib qolgan. Men bu qishloqani, ketdani, merketdini bilganini qiladi. Mayli, nima bo'lganda ham o'zim ishlarimni qilmasam bo'lmaydi. Boki internetimni o'ylayman-da. Mayli. Xo'sh, yaxshi. Mani davlamalarim chotka bo'lyapti. Adashmasam deyarli bitay deb qoldi. Hop, yaxshi, endi mana shuni bunday qo'shaman. Davlamani mana shunday qilib, voy, bor вообще. O'xshamadi-ku. Xato formula qilib yubordimmi deyman-da. Hop, yaxshi. Yaxshi. Mana endi men turbani o'tqarib oldim uyimga. Mana qishloqning o'rtasidagi hovuzdan suv olib ichib o'tirmayman. Sababi meni uyimda o'zimda alohida suv krani bo'ladi. Mana ko'lbaydan olib kelganim hech kim bilmasa kerak, bilsa ham gapirmasa kerak. Chunki ko'lbayku, u yerda ko'lbay qishloqda olmayapman, to'g'rimi? Buni qaytib yaxshilab yopishim kerak. Davay tezroq. Davay yaxshilab qotir. Yaxshi. Voy, suv oshib ketdi-ku, qanday bunday toshib ketdi suv, yo'q-yo'q. Yaxshi. Juda ham odam bor sovqatib ketdi. Kech bo'lgandan keyin mana shu betonli uy sovqatadi-da, emas. Sovuq bo'ladi, to'g'ri. Qanday sovqatadi? Batareyka qo'yishim kerak. Mer kelishini kutmayman-ki. Men undan ko'ra bok menga zo'r fikr keldi, albatta. Mana endi mana shuni qo'yaman-da. Bu yonib ketmas kerak, chunki betonli uy-ku. Ha, betonli uy. Umuman yonmaydi betonli uy. Mayli. Bo'lmasa sal kecham tusham, kecham emas, obedga mayli uxlayveraman. Yaxshilab joylashtirib olaydi. Hop, yaxshi, men bu yastig'larimni joylashtirib olaman. Voy, meni yonyapti-ku, meni uyim yonyapti. Nima bo'lib ketibdi ekan, qishloq juda ham yomon bo'lib ketibdi-ku. Mayli, nima bo'lganda bor. Men o'zim bir qani bir foydali ish qilaychi. Hop, mana bu polizlarning ekinlarini qilishmabdi. Hop, demak bunga qanaqadir sabab bor yoki ular dangasalik qilyapti. Jidor, mayli. Hop, qani. Oq qishloqning uyi nimaga bunaqa bo'lib ketib qoldi? Juda ham zo'r bezabdi lekin oq qishloq uyida. Hop, mayli, qani uyini ichiga kiraylik. Xo'sh, bu qanaqa damlama ekan? Qani ko'raychi, menimcha bu poliz uchun albatta. Meni IQlarim juda ham begligida, ko'ryapsan. Mana bu bekorga olib qo'yishmaganda, mana shunday surtaman, juda ham shirin bo'ladi keyin. Hop, yaxshi, ajoyib katta bo'lmasa. Bu musorlar juda ham ko'payib ketdi. Ana endi bu musorlarni yo'q qilishim kerak. Qanday qilib yo'q qilsam ekan, qanday qilib o'yla. Menga zo'r fikr keldi. Men bu narsani bu yerda uyni oldiga qo'yaman. Shunaqilar ham ber qo'yib ketgan deb o'ylashadi yoki menga gapirishmasa kerak, sababi ber yo'q-ku. Yaxshi. Ana endi musor mashina kelib mana shu yerdan olib ketadi musorlarni. Yaxshi. Вообще mana bu yer musor bo'lib ketibdi-ku. Juda ham yomon bo'lib ketibdi. Mayli, hech kim e'tibor bermayapti baribir. Bo'lmasa meni hovuzimdan, ya'ni mana u yerdan turba o'tkazgan suvimdan olishlari uchun mana bu hovuzga mana shunda yaxshi lavalarni qo'yib chiqaman. Yaxshi, voy, lavani qo'yib mayli. Nima bo'lganda ham juda ham zo'r bo'ldi. Bo'lmasa men katta voy, bizneslarim juda ham zo'r o'xshaydi. Ishonaveringlar, o'zi mayli. Janob, sizdan 10 ta zumrad bo'ldi, har doimgidek bilasiz-ku. Mayli, xo'p. 10 ta zumrad bo'lsa, qani xo'p, meni hozir 10 ta zumrad beraman, lekin sizga katta rahmat. Yoshingiz katta bo'lsa ham meni olib kelib turibsiz. Juda ham katta rahmat. Arzimaydi. Qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi, dam olish jotga, dam olishni aytayotgan bo'lsangiz. Albatta. Dam olish zo'r bo'ldi demoqchi edim. Mana nimaga bunday bo'ldi? Hop, yaxshi. Hop, barchaga salom obunachilar. Mana deyarli bir hafta o'tib bugun mer kelish kerak edi. Qo'y, meni qishlog'im. Tushunmadim. Merda o'zimi? G'alati, agarda merda o'zi bo'lsa, tez merda tashqariga chiqishim kerak. Yaxshi, mer menimcha keldi albatta. Bir hafta o'tgandan keyin mer kelishi kerak-ku. Xo'p, mer yaxshimisiz? Kelibsiz-ku. Ajoyib, mer juda ham zo'r. Xo'p, mer yaxshimisiz? Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Ko'rdingizmi, men bu qishloqda Kampot, meni qishlog'imga nima qilib tashlading? Qara nima bo'layotibdi? Men вообще hech nima qilganim yo'q. Qishlog'ingizga men uyimdan olmay chiqmay o'tirdim. Yaxshi, men buni qara, mana bu yerlarni. Faqat seni uying yaxshi turibdi ekan. Demak, sen hech nima qilmagansan, Kampot. Nima uchun men anaqa qilaman? Tiyim olib, men internetni to'g'rilab qo'ydim. Buni qarang, qishloqlar nima qilib ketdi. Men sizga shu uchun aytdim, chiqib ketmang deb. Mayli, juda ham yomon bo'ldi. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir bor hammalaringni bunga ishlataman. Nima qilib qo'yding? Biz hech nima qilganimiz yo'q. Dam oldik, keyin o'yin qildik, o'zi aytdi, hamma narsa qildi.
hozir ko'rsatib qo'yaman masalaga. Hamma davay narsalarni yig'ishtirlaring. Davay va bu to'zg'anlarda. Davay ketlaring ko'zimga ko'rinmalaring. Yo'qonlaring deyapman. Ha, Kapot. Ha, yaxshi internetni to'g'rilabsan. Sen bilan birlikda ishlar qilamiz. Nima edi? Mana bu malakasi qishloqlarni bir aqlini kiritib qo'yamiz. Tushundingmi, Kapot? Mayli. Davay sanab oldimdan ketdim. Asablarim chiqyapti. Davay atroflarni tekshir. Xo'p, mer bo'lib jahl qilmang. Mana obunachilar juda ham yomon. Mana bu qishloqni nimadirlar qilib tashlagan o'zini uyini. Bilmadim, mana bu suv toshib ketgan, bu yerda esa merda uyini musor qilib yuborishgan. Juda ham yomon. Obunachilar ko'rdinglar, mana umuman nazoratsizlik mana shunaqa narsalarga olib keladi. Mana uyim lekin jotga turibdi. Mayli. Nima ham derdim? Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr, sog' salomat.